kelajagiga zaxirani saqlab qolamiz. Balkim uni ishlatmasmiz, o'zlari turmushga chiqib homilador bo'lib, farzandli bo'lib ketarlar. Bu qizimizni mana chap eshiklari AMG va birinchi UZD bo'yicha 3-4 tagina antral follikul ko'rsatilgan, lekin stimulyatsiyada mana hozir ko'ryapmiz 1 2 3 4 5 6 7 ta dominant follikul, o'ng tarafda operatsiya bo'lgan, endometrioid kista rezeksiya qilingan. Mana hozir mana shu joy ikkita follikul o'sib chiqqan, ikkalasidan ham tuxum hujayra chiqdi. Endi hozir biz chapga o'tamiz va bir chekkadan katta follikuldan boshlab yig'ishni boshlaymiz. Agar yana shu bilan muammo bo'lsa, shu tuxum hujayralarni olib ketishga imkoniyatlari bo'ladi. Bu turmushi yo'q qizlar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Mana hozir 7 ta tuxum hujayra oldik. Hacha UZIdagi ko'rish va AMG bo'yicha bor yo'g'i 4 ta 5 tagina общий sana berilgan edi. Qizimizga omad, bular ham baxtli bo'lib ketsinlar. Ular shifokorlarni atmetka qilib qo'yamiz hozir. Kim shunaqa to'g'ri tavsiya berayotganini qizimizga omad.